Yaqinqi 2 yildan buyon xalqaro sahnalarda ismi ko'p tilga ilingan, ammo hech qanday uchuri ilinmay kelgan g'oyib Uyg'urlardan biri Urumchi Nurbog' neft doktorxonasining pensiyaga chiqqan doktori, Washingtondagi faoliyatchi Roshan Abbosning hadisi Gulshan Abbosdir. Erkin Osiyo radiosi elib borgan tekshirish davomida Gulshan Abbosning tutqun qilinganligi o'ttirg'i chiqdi. Gulshan Abbos 2018-yili sentyabrda tuyuqsiz g'oyib bo'lgan bo'lib, shuningdan boshlab 21 oydan buyon Roshan Abbos va uning chet eldagi farzandlari uning haqida uchurg'i erishanmagan. Roshan Abbosning hadisi bilan birga yana bir hammasimi tutqun qilingan. Faoliyatchi Roshan Abbos faoliyatlari davomida Xitoyning hadisini go'riga elish yo'li bilan o'zini faoliyatdan to'smoqchi bo'lganligini ilgari surdi va hadisining tutilishining o'zining 2018-yili Wodison institutida Uyg'ur vaziyati haqida so'z qilishining orqasidan yuz berganligini buningga ta'kid qilib ko'rsatdi. Ko'p davlat parlament a'zolarining vakillari Xitoyning zo'r xirislariga o'rtaq moslashish va taqobil turish uchun Xitoyga qarshi parlamentlar ittifoqi qurganligini e'lon qildi. Bu ittifoqning Xitoyning diktatorligining misli ko'rilmagan darajadagi bostirish urinishiga qarshi kishilik huquq va qimmat qarshini qo'g'dash uchun qurilganligi e'lon qilindi. İttifaqning bayonotida kuchayayotgan Xitoyning zo'ravonlik siyosati sababidan ig'ir badal to'laydigan xalqaro jamiyatning bu mas'uliyatni zimmasiga elish va Xitoy Kommunist partiyasi mustabidligiga qarshi ba'zi masalalarni bartaraf qilish uchun xalqaro parlamentlar ittifoqi qurilganligi o'ttirg'i qo'yildi. Bu ittifoqlik Avstraliya, Kanada, Yevro ittifoqi parlamenti, Germaniya, Yaponiya, Norvegiya, Shvetsiya ve Amerika'nı öz içine algan 9 devlet ve rayonning a'zolarini öz içine aladi. İlginççe, bu ittifaqning Amerika vekili Cumhuriyetçiler Partisining Kengash palata a'zosi Marco Rubio ekan. Uningdan boshqa Uyg'ur tadqiqot o'rnining raisi doktor Erkin Akram ittifaqning maslahatchilar guruhida yer olgan bo'lib, Londonda yashaydigan Uyg'ur faoliyatchisi Rahim Mahmudning kotiblikqa tayinlanganligi ma'lum. Xitoy Wuhan virusi yuqumi to'g'risidagi uchurlarni yoshirganligi haqidagi ayblashni rad qilib, masalani ochiq-oshkora bartaraf qilib, virusga munosabatli taraqqiyotlarni dunyoga vaqtida e'lon qilganligini aytdi. Bloomberg to'rining xabar qilishicha, Xitoy Davlat ishlari mahkamasi axborot ishxonasining boshlig'i Shuli tunugun o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida bir qism chet ellik siyosiyonlar va taratqular virusning manbasi haqida ayblashlarda bo'ldi va yuqum krizisini siyosiylashtirdi. Xitoyning virusning manbasi ekanligi va uni yoshirganligi to'g'risidagi ayblashlar asossiz va aqlga muvofiq emas dedi. Wuhan virusining tunji qitim Xitoyda paydo bo'lishi nurg'un davlatlar, bo'libmi Amerika va Xitoy o'rtasidagi ziddiyatlarni kuchaytirdi. Amerika prezidenti Donald Trump ko'p qitim Xitoyni virus to'g'risidagi uchurlarni yoshirdi deb aybladi. New York shahar boshlig'i Bill de Blasio qora tanlik amerikalik George Floyd soqchilarning zo'ravonligi sababidan qazo qilgandan keyin kunsir kuchayayotgan islohot talabining bir qismi sifatida soqchi tarmoqlarga ajratilgan xamchotning qisqartirilganligini e'lon qildi. New York soqchi idorasining yillik 6 milliard dollarlik xamchotining qanchalik qisqartirilganligi to'g'risida tushuncha bergan Bill Blasio bu qisqartirilgan xamchotning ijtimoiy mulozimatga ishlatilganligini aytdi. Nurg'un İsrailliklar jamoat xavfsizligi ministri Amir Ohanining uyi oldida namoyish o'tkazib, Isroiliya soqchilarining oldini qabda ishg'ol qilingan Sharqi Quddusda Falastinlik 32 yoshli Iyad Halaqning o'ldirilganligiga e'tiroz bildirdi. Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahu tunugun tunji qitim meyib yosh Halaqning o'ldirilganligi to'g'risida so'z qilib mundaq dedi. Bu bir fojia. Kesel bir kishidan naqumon qilindi. Biz bu voqeaning atrofliq tekshirilishini umid qilamiz. Biz bu oilaning azobini barliq Isroilliklar va Isroiliya hukumati bilan o'rtoqlashamiz.